Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ighfir lana zunubana. Gunohlarimizni afv etgin. Ey mehribon Robbim, ota-onalarimizni, ajdodlarimizni, oila ahillarimiz, farzandlarimizni, zavjalarimizni, do'stlarimiz, jumla mu'min, mu'mina, muslimalarni, ustozlarimizni afv etgin. Gunohlarini mag'firat qilgin. Tavbalarimizni qabul ayla. Gunohlarimizni kechirgin. Ey G'afur, ey Rahim bo'lgan zot. Ey gunohlarni kechirguvchi, ey rahmlarning rahmlirog'i bo'lgan Parvardigori egam, o'zingga yana suyanamiz, o'zingdan yordam so'raymiz. Bizlarni afv etgin, gunohlarimizni kechirgin. Ey Robbim, bu kecha baroat kechasini bizni hammamiz uchun va hozir duoga qo'l ko'tarib turgan aziz jamoatul muslimin uchun, har birlar uchun bu kechani do'zaxdan ozod bo'lishga hujjat aylagin. Bu kechani bizlarni do'zaxdan ozod qilinganlar hujjat deb bitgin. Ya Arhamar Rohimin, ya Akramal Akramin. Kim bu duoyimizga amin degan bo'lsa, ya Alloh, bu kechani do'zaxdan ozod bo'lganlikka hujjat ayla. Ya Arhamar Rohimin. Parvardigor olam, dunyoga tinchlik bergin. Uning qatorida aziz jannat makon yurtimizni gullatib yashnatgin. Muxlis xalqimizni maishatni farovon ayla. Dini diyonatda sobit qadam qilgin. Ixlosini ziyoda aylagin. Boy badavlat va saxiy xalqlardan bo'lib, madaniyatlik, ma'naviyatlik xalqlardan bo'lib bormoqligini o'zing nasib etgin. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim, ulamolarimizni, ustozlarimizni sog' salomat qilgin. Parvardigori egam, ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim, davlat rahbarini olib borayotgan ishlarda o'zing imdodi g'aybiy bergin va har bir mana shu yurt uchun, shu millat, shu xalq, shu tarix uchun xizmat qilayotgan, jon kuydirayotgan bandangdan rozi bo'lgin va ustida duolarni qabul aylagin. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim, bu kechani umid qilib o'zingdan duo qilib, baroat kechasi ekanligi haqida duo qilib so'rayapmiz. Ya Arhamar Rohimin, qabul ayla. Gunohlarimizni afv etgin. Musulmonlarga yordam bergin. Zolimlarga o'zing kifoya qilgin. Amin deb turgan har bir bandai mu'mindan rozi bo'lgin. Har birlarining qalblarida murodlari bor, maqsadlari bor, qabul ayla. Dardlari bo'lsa shifoyi komil bergin. Farzandlar talabkori bo'lsa solih farzandlar ato aylagin. Qarzga botganlar bo'lsa najot bergin. Safardagilarni safarlarini hozir ayla. Bandamiz, sening bandangmiz, sengagina suyanamiz. Bandaligimizning belgisi ikkala qo'limizni ko'tarib sendan so'rayapmiz. Ya Alloh, ijobat ayla, qabul ayla. So'raganlarimizni bergin. Musofir joylarda xizmat qilib yurgan o'g'il qizlar bor, aka-uka, opa-singillar bor. Hammalarini, aziz boshlarini amon saqlagin. Ahillarga, oilalarga salomat qaytargin. Imtihonga yo'liqqanlar, musibatga uchraganlar va o'zing yordam bergin, najot bergin, mushkullarni aratgin.